Assalomu alaykum bankimiz hurmatli mijozlari. Men boshqaruv o'rinbosari G'ofur Qurishov bo'laman. Bu biz Agrobankda bir oyda tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtiriladi 3 marta. Bugun biz navbatdagi ikkinchi sonda uchrashuvlarda turibmiz. Shu fursatdan foydalanib o'sha bank sohasida nima bitmayotgan ishni bo'lsa kirita olish, boshqa masalalar uchun navbat bilan murojaat qilsangiz, masalani ijobiy yechishga harakat qilamiz. Aka keling. Keling, nima qilyapsiz? Yakuboyev Kamolda. Bizda bog'cha ham bor, o'sha martagacha. Shuni rivojlantirish maqsadida 100 million so'mlik kirita olishim kerak. Yaxshi, sizga hozir kirita ajratamiz. Xususiy bog'cha bo'ladigan bo'lsa, 312-songa kirib ajratishimiz mumkin sizga. Prezidentimiz tomonidan 2024-yilda 2-sentyabrda kichik biznes subyektlarining uzluksiz qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida qaror asosida 100 million so'mgacha kirib ajratishimiz mumkin. Garovsiz. Agar 100 million yuqori kerak kirib desangiz, 300 million so'mgacha kirib ajratishimiz kerak. Faqat unga garov taqdim qilishingiz mumkin. Biz hozir garovingiz yo'q bo'ladigan 100 million kerak bo'ladigan bo'lsa, 7 yil muddatga erkak tadbirkor bo'lganingiz uchun 20% miqdorda kirib ajratamiz. 3 yil imtiyoz davri bor. Qolgan 4 yil davomida asosiy tanasini qaytarish kerak bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan hujjatlar pasportingiz, tadbirkorligingizni ro'yxatdan guvohnomasi, bog'chani bitimi kerak bo'ladi, joyingizni ijara shartnomangizni ijara yoki kadastr hujjatlarini bersangiz, kirit tarixingiz ijobiy bo'lsa, sizga kirit ajratib beramiz. Kerakli hujjatlarni tashlab ketasiz, sizga kirit ajratib beramiz. Marhamat aka. Texnik qarz olishim kerak. Maktabda ishlayman. Maktabda ishlaydigan bo'lsangiz, mikroqarz kirit ajratishimiz mumkin. Sizga kirit tarixingiz ijobiy bo'ladigan bo'lsa, doimiy daromadnomani ega bo'ladigan bo'lsangiz, budjet tashkilot ekasiz, sizga imtiyoz bo'ladi. Bizdan ish qiladigan bo'lsangiz, 25% dan yilga qarab 22% gacha kirit ajratishimiz mumkin. 100 million so'mgacha kirit ajratamiz. Maksimal 4 yil miqdordagi 4 yilgacha kirit ajratamiz. Olmay to'lab borishingiz mumkin. Undan tashqari kirit kartamiz bor. Mabodo kirit kartadan foydalanadigan bo'lsangiz, kirit kartani avtomatik tomonidan faqat ishlatgan summangizga foiz to'laysiz. Agar 100 million kirit olib turib, masalan 30 million ishlatsangiz, 30 million kirit foiz to'laysiz. 70 million to'lamasdan turaverasiz. 30 million qaytarib yo'q qo'yishingiz mumkin. Shunaqa quvvatli tomonlari bor. Sizga qaysi biri ma'qul kelsa, pasportingizni ko'ramiz, kirit tarixingizni ko'ramiz, kirit ajratishingiz mumkin.